Salamatsizlarmi mening kichkintoy do'stlarim? Salamatsizlarmi? Bugun biz tabiiy resurslarni qalay qo'rg'ovga bo'latini to'g'ri anglashamiz. Al tabiiy resurslar degan ne? Havo, suv, kun, yer. Turist tamasha, yer, o'rmon, o'smaning bari bizga umr suriga ko'maklashadi. Biz kun sayin suvda ishlaymiz, chariqni yog'amiz, qog'ozni qo'llanamiz. Agar biz ularni unumdamasak, bir kuni azobga qolishi mumkin-ya. Misoli, suvni boshqa ag'izsak, o'zing ko'rgan lasqanadi. Ag'achlarni ko'p kesib, O'rmon asayadi. durust. Qo'qisni yerga tashlasak, tabiatga ziyon keltiradi. Bolalar, suvni qalay unumdaymiz? Suvda unumlovchi olmay, tish bitini yuvganda, tilamda zap qo'yib, qo'lni yuvganda suvni to'xtatib, suvda boshqa sashtoq, suv tishirib qo'ysin. Ag'achlarni, o'rmonlarni qalay qo'rg'aymiz bolalar? Ağaçlarda toza hava beradi. Ağaçlarda ağaç kesadi. Bundukta ağaçta ömür kokusu tutar. Kuşukta kızar. Bir ağaç oturguzu utar. Bir ağaç oturguzu tabiatta kömek. Bolalar, elektr quvvatini qalay unumdaymiz? Bu yerde kanda zavşlı söndü. Televizorda boşqa qo'shpa. Quvvat taqishdi vaziyat qadar qaldimi? Elektr quvvatininga zilga ham qo'yib. Balalar, tabiatni qo'rg'aw bizdan ma'niyatimiz. Agar barimiz tabiatni qo'rg'asak, ayamamiz toza, ajimi bo'ladi. Bolalar, bugundan boshlab endi tabiatga qamqo'r bo'lamizmi? Unda barimiz birga aytamiz. Biz tabiatni qo'rg'aymiz.